Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 23-noyabr, haftaning yakshanba kuni 2025-yil. Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozor shu Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni ertalab 5 ta bozor boshlanadi, kunduzi 10 gacha bozor bo'ladi. Rasa borsa 11 gacha bozor tugatdi, xullas. Shuncha vaqtliroq kelaverasizlar. Necha bo'lyapti aka bular? Ha, 40 ming pachkaga. to'xtang, bu 40 ming so'm ekan, pachkadagi narxi ekan, ha? Razmeri nechtalik buni? Razmeri 3 talik. Nechidan nechagacha? 54, 56, 58, 60. 56, 58, 60 ekan razmeri. Xo'p, donaga olaman desa necha pul bo'ladi? Sonra 50 ming. Donaga 50 ming so'm ekan. Yaxshi, materiali nima buni? Kashmir. Kashmir ekan mana. Bular-chi? Ular velvet. Bular velvet ekan. Necha pul bular? 45 ming pachkaga, 50 ming. 45 ming so'm pachkaga, 50 ming so'm donaga. Razmeri 3 talik. Nechidan nechagacha? 56, 58. 54, 56, 58 razmer ekan. Xo'p, materiali velvet. Velvet. Xo'p, bunisi-chi? Bu funtani qalini shakliga. Tashlab kelaydi mashina. Bular necha pul bu yosh bolalar shekli? Pachkaga 24 ming, donaga Buni 60 qilib 30 ming so'm, ha? Xo'p, bularchi? Ular pachkada 260 bo'lyapti. Nega u endi? 520 bo'lyapti. Aka bular necha pul edi? 510 olaydi. 25 ming so'm pachka narxi Bitta ekan. klient u qoladi, keyin sotadi. Donaga sotasizmi? Donaga necha? Donaga 30 ming so'm, razmeri 3 talik. Nechidan nechagacha? 54, 58. 54 dan 58 gacha ekan. 54, 56, 58 bo'ladi. Xo'p. Telefon nomeringiz nechilik? 91. 91lik 687. 687 19 12. 12 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Aka nima bo'ldi? Razmir bormi debdi? Qaysini aka? Ha, qorasidan, Arabiston. 650 so'm.